Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, qadrdon obunachilarimiz. Salomoreyska rossiyskiy joylarda video qilish davom etamiz akalar. 220 tokda ikkita pichoqda ishlayapti. Qo'li quruq universalni bu hashakda chiqarib beraveradi. Hozirga chiqarilyapti turgan hashak ozgina changyapti, ko'rib turibsizlar. Sababi bu tomda turgan 2 yillik hashak ekan. O'shani hozir chiqarib ko'rsatib o'tilyapti mana. Ikkita pichoqda qanchalik chiqaraveradi? Yirigroq chiqaraman deganlar uchun bitta pichoqni olib qo'ysa, bundan ham yirigroq chiqaraveradi mana. Chiqargani mana shunaqa. Bu hayvonga qo'ygan olgan nushq chiqarmay yo'radigan qilib chiqarib beraveradi. Motorlari rossiyskilik, mislik. Adres Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kerak bo'lganlar aloqaga chiqarasizlar. 24 xil rossiyskiy joyini har qanaqasidan xudo xolasa topib beramiz. Zapchastlaridan kerak bo'ladigan bo'lsa ham topib berilaveradi akalar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Nima muammo bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqarasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yish esingizlardan chiqmasin akalar.